أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم 21. Sure Enbiya Mekke'de nazil bo'lgan 112 oyat. Nayt şefqatlik, mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. Kishilarga ularning amallaridan hisob elinadigan vaqt, ya'ni qiyomat yaqinlashdi. Halbuki ular g'aflatdadir. Qiyomat to'g'riliq o'ylanishdan yuz o'rmakdadir. Ularga Parvardigori tarafidan Qur'onda yangi vaz-nasihat nozil bo'lsa, ular uniga masxir qilgan holda quloq solishadi. Ularning dillari Allohning kalomidan g'aflatdadir. Kofirlar o'zaro bu ya'ni Muhammad alayhissalom faqat sizlarga o'xshash oddiy bir inson, sizlar sehrni ko'rib turib, uni qabul qilamsizlar deb yoshirin so'zlashadi. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim osmon zaminda aytilgan so'zlarni bilib turadi. Allah so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Kofirlar Qur'on sehrdir deb qolmasdan, balki u Muhammadning qalaymiqon tushlaridir, balki uni o'zi o'ydirib chiqargandir, balki u shoirdir, ilgirki payg'ambarlarga o'xshash bizga biror mo'jiza keltirsin deyishdi. Ulardan ilgari biz halok qilgan shaharlardan, ya'ni aholisidan hech qaysisi iymon etmagan tursa, mo'jizalarni ko'rsatsak, ular iymon etamdi. Ey Muhammad, sendan ilgari farishtalarni emas, faqat odamlarni payg'ambar qilib avatdik. Ularga vahiy qildik. Agar buni bilmasanglar, ahli ilmdan so'ranglar. Payg'ambarlarni tamoq yemaydigan jasad qilganimiz yo'q. Ya'ni ular barliq kishilarga o'xshash yeydi, ichidi. Hamda ular dunyoda o'lmay mangu qoladigan bo'lg'ini yo'q. Ya'ni ularmi barliq kishilarga o'xshash vafot bo'ladi. Ondan ularga payg'ambarlarga yordam berish, ularni inkor qilganlarni halok qilishdan iborat va'dimizni rost qilib berdik. Ularni va biz xohlaganlarni qutqizdik. Kufrda va gumrohlikda haddidan oshquvchilarni halok qildik. Sizlarning shon sharafinglarni o'z ichiga olgan kitobni, ya'ni Qur'onni sizlarga haqiqatan nozil qilib berdik. Buni tushunmamsizlar? Biz aholisi kuffar bo'lgan nurg'un shaharlarni halok qildik. Ulardan keyin o'rniga boshqa qavmni paydo qildik. Ular bizning azobimizning kelganligini his qilgan chaqda ushtum tutqachidi. Farishtalar ularga masxir qilib aytdi: "Qochmanglar, boyasha turmushinglarga, turalg'u joylaringlarga qaytinglar. Sizlardan muhim ishlarda maslahat so'ralishi mumkin." Ular voy esid, haqiqatan biz zolim bo'ptik deyishdi. Ularni o'rilgan ziroatdek aloq qilib, jonlarini og'inimizga qadar ular yuqorqi faryodni takrorlab turdi. Biz osmonni, zaminni va ularning orasidagi narsalarni o'ynab yaratganimiz yo'q. Ya'ni ularni bekor yaratmasdan qudratimizning alomatlari sifatida yaratdik. Agar biz ish pishig'i qilmoqchi bo'lsak, qishimizdagi narsalar bilan qilardik. Agar shuni iroda qilgan bo'lsak, lekin bu ulug' zotimizga muhol bo'lganlikdan bunda qilishni iroda qilmadik. Biz haq orqali botilga hujum qilamiz. Haq botilni yo'qotadi. Botil nagahon yo'qoladi. Ey kuffarlar jamoasi, Alloh osmon zaminni bekorga yaratgan degandek so'zlaringlar sababli sizlarga voy. Osmonlardagi va zamindagilarning hammasi Allohning ilkididir. Allohning dargohidagilar, ya'ni farishtalar, Allohning ibodatidan takabburlik qilib bosh tortmaydi va herib qolmaydi. Ular kecha-kunduz tasbih etadi, bo'shashmaydi. Ular yana mushriklar zamindagi narsalarni iloh qilib oldi. Ular o'liklarni tirildira olamdi? Agar osmon zaminda Allohdan boshqa ilohlar bo'lsa edi, koinotning tartibi albatta buziladi. Har ishning Parvardigori Alloh ularning sifatlagan narsalardan pokdir. Allohning qilganlaridan savol so'roq qilinmaydi. Ulardan savol so'roq qilinadi. Ular Allohni qo'yib boshqa ma'budlarni iloh qilib oldimi? Aytqinki, buningga dalilinglarni ko'rsatinglar. Mana bu men bilan birga bo'lganlarning kitobi, ya'ni Qur'ondir va mendan ilgirgilarning Tavrat, Injil qatorliq kitobidir. Ularning to'lisi haqni o'qimaydi. Ular tavhiddan yuz o'rguvchilardir. Ey Muhammad, sendan ilgari avatilgan payg'ambarlarning hammasiga mendan boshqa hech ma'budi barhaq yo'qdir. Menga ibodat qilinglar deb vahiy qildik. Ular yana mushriklar Allohning farishtalarining bolasi bor deyishdi. Undaq emas. Allah buningdan pokdir. Farishtalar Allohning hurmatli bandalaridir. Ular yana farishtalar Allohga oldi bilan so'z qilishga petinolmaydi. Ular Allohning amri bo'yicha ish qiladi.
Allah ularning qilganlarini va qilmoqchi bo'lganlarini bilib turadi. Ular Allah rozi bo'lganlarga shafaat qiladi. Allohning ayvisidan titrab turadi. Ulardan kimki men Allohdan boshqa ilohman deydi ekan, uni do'zax bilan jazolaymiz. Zolimlarni shundoq jazolaymiz. Kofirlar bilmamdiki, osmonlar bilan zamin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz zaminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlarga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'gizi qildik. Halbuki ular yana mushriklar osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borlig'ini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan yuz o'rguvchilardir. Allah kechini va kunduzni, kunni va oyni yaratdi. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ey Muhammad, sendan ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen o'lsang, ular mangu yashamdi. Har bir jon o'limning ta'mini tetig'uchidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargoyimizga qaytsizlar, amallaringlarga yarasha jazolaymiz. Kofirlar seni ko'rgan chaqda, sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumu deyishib seni masxir qilishadi. Halbuki ular marhamatli Alloh tarafidan nozil bo'lgan Qur'onni inkor qilishadi. Inson oldirong'i yaratilgan. Sizlarga alomatlarimni, yana menga osiylik qilganlarni jazolay oladiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni oldirtib ketmanglar. Ular so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, bu va'da yana bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishadi. Agar kofirlar bu chaqda yuzlaridan, dumbalardan azobni dafi qilolmaydiganliklarini va hech qanday yordamga erishamaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keladi-da, ularni hayratda qoldiradi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatmaydi. Ularga tavba qilib olish va uzr bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi. Sendan ilgari haqiqatan nurg'un payg'ambarlar masxir qilindi. Ularni masxir qiluvchilarga masxir qilganligining jazosi bo'lgan azob nozil bo'ldi. Ey Muhammad, masxir qiluvchilarga sizlarni kechida va kunduzda marhamatli Allohning azobidan kim saqlaydi degan. Balki ular Parvardigorning kalomidan yuz o'rguvchilardir. Ularning bizdan boshqa o'zlarini qo'g'daydigan ma'budlari bormi? Ularning cho'qinayotgan ma'budlari o'zini qo'g'dashga qodir bo'lolmaydi. Bizning yordamimizga erishamaydi. Ularni yana mushriklarni va ularning ajdodlarini dunyoning mol-mulkidan bahramon qildik. Hatto shu ne'mat ichida ularning umri uzun bo'ldi. Ular bizning zaminning atrofini qadam-qadam taraytayotganligimizni bilmamdi. Ahvol mushundaq ekan, ular g'olib hisoblanamdi. Ey Muhammad, men sizlarni faqat vahiy orqali ogohlantiraman degan. G'aslar ogohlantirilgan chaqda da'vatni anglamaydi. Ey mushriklar, sizlar sarkashliginglarning qattiqligidan xuddi g'asga o'xshash da'vatni anglamaysizlar. Vaz nasihatni qabul qilmaysizlar. Agar ularga Parvardigoringdan ozg'ina azob yetsalar, ular cho'qim voy esit, Allohning payg'ambarini inkor qilib haqiqatan o'zimizga zulm qildik deydi. Qiyomat kuni biz amallar tortiladigan adolat tarozisini o'rnatamiz. Hech odamga qilchi uvol qilinmaydi. Agar uning qichichaqliq amali bo'lsa-mu, uni hozir qilamiz. Bandalarning amallaridan hisob olishga biz yetarlikmiz. Biz haqiqatan Musa bilan Harunga Furqonni, ya'ni haq bilan botilni, halol bilan haromni, hidoyat bilan gumrohlikni ayirg'uvchi Tavratni, nurni, taqvodorlarga foydalanadigan vaz nasihatni berdik. Taqvodorlarla Parvardigorni ko'rmay turib, uningdan qo'rqidi hamda ular qiyomatning dahshatidan titrguvchilardir. Bu biz nozil qilgan muborak Qur'ondir. Sizlar uni inkor qilamsizlar? Musa, Harunlardan burun biz Ibrohimga haqiqatan dunyo va oxiratda yaxshilik yo'llarini ko'rsatib beradigan hidoyat ato qilgan edik. Biz uning payg'ambarligining ahli ekanligini bilatdik. O'z vaqtida Ibrohim kuffarlar cho'qinayotgan butlarni mansitmay, otasiga va qavmiga sizlar cho'qinayotgan bu butlar nima?
yani nima uchun bu butlarga cho'qinisizlar dedi. Ular ota-bovlarimizning ularga ibodat qilib kelayotganligini bilamiz, ya'ni ularga ota-bovlarimizga taqlid qilib cho'qinamiz dedi. İbrahim, sizlarmi, ota-bovanglarmi foyda ziyon yetkazolmaydigan, anglamaydigan, jonsiz butlarga cho'qinganliginglar uchun haqiqatan ro'shan gumrohlikdasizlar dedi. Ular, sen rostavatamsan yoki chaqchaq qilayotamsan dedi. İbrahim aytdi, undaq emas. Sizlarning ibodat qilishinglarga loyiq Parvardigoringlar osmonlarning va zaminning Parvardigoridir. Ularni u yaratgan. Menmi onunğa qat'iy dalillar bilan guvohlik qiluvchilardanman. Alloh bilan qasamki, sizlar qaytib ketgandan keyin cho'qim butlaringlarni chiqib o'tishining amalini qilaman. İbrahim butlarni chiqib parcha-parcha qilyapti. Ularning qaytib kelib butlarni kimning chaqqanligini so'rashi uchun faqat cho'ng butni chaqmay qoldirdi. Ular bayramidan qaytib kelib butlarning chiqib o'tilganligini ko'rib, butlarimizni bunda qilgan kim? O haqiqatan zolim ekan dedi. Ularning ba'zisi İbrahim otliq bir yigitning ularni ayblaganligini anglagan edik, yana shu qilgan bo'lishi mumkin dedi. Ular yana Namrud va uning qavmining cho'nglari İbrahimni kishilarning oldiga olib kelinglar, İbrahimning butlarni ayblaganligiga ular guvohlik bersin dedi. Ular ey İbrahim, butlarimizni mushunda qilgan senmi dedi. İbrahim yo'q, balki ularning buni cho'ng shunda qilgan. Agar ular so'zlayalisa, kimning chaqqanligini ularning o'zlaridan so'rab beqinglar dedi. Ular bir-birini ayblab, sizlar butlarga cho'qinishda haqiqatan zolimsizlar dedi. Ondan ular xijolatchilikdan boshlarini tuvan silib, ularning gap qilolmaydiganligini sen obdan bilasan-ku dedi. İbrahim aytdi, sizlar Allohni qo'yib sizlarga hech foyda yetkazolmaydigan va ziyon yetkazolmaydigan narsaga cho'qinamsizlar? Sizlarga va Allohni qo'yib sizlar cho'qinayotgan butlarga tfi. Sizlar tushunmamsizlar? Ular aytdi, İbrahimni ko'ydiringlar, ilohlaringlarga yordam beringlar, agar ularga haqiqiy yordam bermoqchi bo'lsanglar. Biz o'tqa, ey o't, İbrahimga salqin va omonlik baxsh etadigan bo'lib bergin dedik. Ular İbrahimga ziyonkashlik qilmoqchi bo'ldi. Biz ularni eng ziyon tortquvchilar qildik. Biz İbrahim bilan Lotni qutqizdik. Ularni biz ahli jahon uchun barakatli qilgan zaminga ko'chirdik. Biz onunğa yani İbrahimga İshaqni berdik. O Parvardigordan so'rmasimi, Yaqubni o'shiq berdik. Yani Yaqub alayhissalomni navr qilib yoki İbrahim alayhissalomning talabidan ziyoda qilib berdik. Ularning hammasini yaxshi odamlar qildik. Ularni bizning amrimiz bo'yicha kishilarni bizning dinimizga yetaklaydigan peshvolar, yana payg'ambarlar qildik. Ularga biz yaxshi ishlarni qilishni, namoz o'qishni, zakat berishni vahiy qildik. Ular bizga xolis ibodat qilatdi. Lotga payg'ambarlikni va ilmni ato qildik. Lot İbrahim alayhissalomga iymon etgan, agashgan va uning bilan hijrat qilgan edi. Uni aholisi badjivozlik, qaroqchilik qatorliq yomon ishlarni qiladigan shahardan qutqizdik. Haqiqatan ular yomon, fosiq qavm edi. Biz uni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. U haqiqatan yaxshilardan edi. Nuhning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u mazkur payg'ambarlardan burun qavmiga Parvardigorim yer yuzida kuffarlardan birini qo'ymag'in deb badduo qilgan edi. Biz uning duosini ijobat qildik. Uni va uning oilasidagilarni va uning bilan birga bo'lgan mu'minlarni buyuk balodan, ya'ni to'pon balosida g'arq bo'lishdan qutqizdik. Bizning oyatlarimizni inkor qilgan qavmga qarshi uningga yordam berdik. Ular haqiqatan yomon qavm edi. Ularning birini qo'ymay hammasini g'arq qildik. Davud bilan Sulaymonning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida bir qavmning qo'yi keçisi ziroatni yeb buzayotganda, o ikkisi ziroat to'g'risida hukm chiqargan edi. Ularning hukmiga biz shohid edik. Qanday hukm qilishni biz Sulaymonga bildirdik. Ularning har biriga hikmatni va ilmni ato qildik. Tog'larni, qushlarni Davud bilan tasbih etishga bo'ysundirib berdik. Shunday qilishga biz qodir edik. Janglarda sizlarni yordar bo'lishdan saqlash maqsadida Davud sizlar uchun savut yasashni o'rgatdik. Sizlar buningga shukr qilamsizlar? Ya'ni shukr qilinglar va ne'matning qadrini bilinglar. Sulaymonga qattiq chiqadigan shamolni bo'ysundirib berdik. Shamol Sulaymonning amri bo'yicha biz barakatli qilgan zaminga, ya'ni Shamga boratdi. Biz hammani bilguvchimiz.
Sulaymonga yana bir qism shaytonlarni bo'ysundirib berdik. Ular dengizlarga cho'kib, uningga uncha marjon go'harlarni suzib chiqadi. Ular yana shaharlarni, egiz saroylarni selishdik boshqa ishlarni qiladi. Biz ularni Sulaymonning itoatidan chiqishdan saqlaydik. Ayyubning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u Parvardigoriga haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal o'rib oldi. Sen eng marhamatlisan deb duo qildi. Onun duosini ijobat qildik. Onun beshiga kelgan baloni ko'tarib o'tdik. Oningga rahim qilganligimiz, ibodat qiluvchilarga ibrat qilganligimiz uchun oningga oilasini va oningga o'xshash bir barobarni ziyoda ato qildik. İsmoil, İdris va Zulkifillarning qissasini bayon qilgan. Ularning hammasi savrlik edi. Ya'ni Allohga ibodat qilishda chidamli edi va gunohlar oldida o'zlarini tutib oladi. Ularni rahmatimiz doirasiga kirgizdik. Ular haqiqatan yaxshilardan edi. Yunusning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u qavmining iymon etmaganligidan xafa bo'lib, shahardan chiqib ketgan edi. U bizni beliqning qornida o'zini siqmaydi deb o'yladi. U qorong'ulikda, ya'ni beliqning qornida Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'budi barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan poktursan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim deb nido qildi. Onun duosini ijobat qildik. Onu beliq yutgan chaqdagi g'amdan xalos qildik. Shuningdek mu'minlarni eg'irchiliklardan xalos topqizamiz. Zakariyaning qissasini bayon qilgan. O'z vaqtida u: "Ey Parvardigorim, meni bolasiz, varissiz yolg'iz qo'ymasang, sen eng yaxshi varisdirsan. Ya'ni hamma odam o'ladi, senla boqiy qolasan" deb nido qildi. Biz uning duosini ijobat qildik. Oningga Yahyoni ato qildik. Oningga xotinini tug'adigan qilib berdik. Yuqorqi payg'ambarlarning duosini ijobat qilishimiz shuning uchun ediki, ular yaxshi ishlarni qilishga oldiraydi. Rahmatimizni umid qilib, azobimizdan qo'rqib bizga duo qiladi. Bizga kamtarlik bilan ibodat qiladi. Nomusini saqlagan ayolning, ya'ni Maryamning qissasini bayon qilgan. Oningga bizning tarafimizdan bo'lgan ruhni puvladik. Puvlangan ruh uning ichiga kirib, o İsa'ga hamildor bo'ldi. Uni, ya'ni o'g'lini, ya'ni İsa bilan Maryamni ahli jahon uchun bizning qudratimizni ko'rsatadigan dalil qildik. Ey insonlar, sizlarning dininglar haqiqatan bir dindir. Men sizlarning Parvardigoringlardirman. Menga ibodat qilinglar. Ular dinda ixtilof qilishib, pirqi-pirqilarga bo'linib ketdi. Hammasi bizning dargoyimizga qaytquchidir. Kimki mu'min bo'lib yaxshi amallarni qiladi ekan, uning amalining savobi zoya ketmaydi. Uning amalini cho'qim xotirlab qo'yamiz. Biz halok qilgan shahar aholisining dunyoga qaytishi mumkin emas. Yajuj-Majuj to'smasi ichib etilganda, ular zaminning har bir to'piligidan oldirab chiqib keladi. Rasvada, ya'ni qiyomatning vaqti yaqinlashdi. O kunda kofirlarning ko'zlari chekchiyib qoladi. Ular voy isit, buningdan biz g'aflat qopdiq, balkim biz o'zimizga zulm qildik deyishadi. Ey mushriklar, haqiqatan sizlar Allohni qo'yib ibodat qilgan narsanglar bilan do'zaxga yiqilg'i bo'lasizlar. Sizlar do'zaxga kirsizlar. Agar sizlar ibodat qilayotgan ma'budlar, ilohlar bo'ladigan bo'lsa, do'zaxga kirmagan bo'ladi. Ibodat qiluvchi va ibodat qilinuvchilarning hammasi do'zaxda mangu qoladi. Ular do'zaxda hamisha faryod chekadi. Azobning qattiqligidan ular do'zaxda hech narsani anglamaydi. Biz tarafdan berilgan baxt saodatga tegishli bo'lganlar, ya'ni toat ibodatga tavfiq berilib, to'g'ri yo'lda ibodat qilgan saodatmand bandalar do'zaxdan yiroq qilinadi. Ular do'zaxning shapsini anglamaydi. Ko'ngli tortgan noz-ne'matlar ichida mangu qoladi. Cho'ng qo'rqinch, ya'ni qiyomatning dahshati ularni qayg'uga sololmaydi. Farishtalar, Alloh sizlarga va'da qilgan kun mushu deb ularni jannatning darvozalari oldida qarshi oladi. O kunda osmonni putukchi xat yozilgan qog'ozni yo'gigandek yo'gaymiz. Maxluqotlarni dastlabda qanday yaratgan bo'lsak, shu holida asliga qaytaramiz. Bu biz ustimizga olgan va'dadir. Uni cho'qim ishga oshiramiz. Biz Lavhul Mahfuzda azalida yozgandan keyin Davudga nozil qilingan Zaburda zaminga haqiqatan mening yaxshi
ya'ni varislik qilishga layoqatli bandalar varislik qiladi deb yozdik. Bu Qur'onda Allohga ibodat qiluvchi qavm uchun xabarlar, vaz-nasihatlardan albatta yetarlik bor. Ey Muhammad, seni biz butun ahli jahon uchun faqat rahmat qilib avatdik. Ey Muhammad, mushriklarga menga vahiy qilindiki, sizlarning ilohinglar bir ilohdir. Sizlar bo'ysunmamsizlar degan. Agar ular yuz o'risa, aytqinki, men sizlarga haqiqatni hech kishini ayirmasdan o'xshash uqtirdim. Sizlarga va'da qilingan azob yaqinmi, yiroqmi uqmayman. Allah haqiqatan oshkor so'znimi, sizlarning yoshirganlaringlarni bilib turadi. Bilmamsanki, u yana sizlarga beriladigan jazoning kechikishi sizlar uchun sinoq va vaqtli foydalanish bo'lishi mumkin. Payg'ambar aytdi: Parvardigorim, mening bilan Makka kuffarlarining orasida odillik bilan hukm chiqargin. Bizning Parvardigorimiz marhamatli Allohdir. Sizlarning bo'xton so'zlaringizga qarshi Allohdan yordam tilayman.